Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng qirg'inbarot urush sanaladi. 1941-1945 yillarda bo'lib o'tgan ushbu urush Yer sayyorasidagi 72 ta davlat hududini qamrab olgan va ushbu urushda 60 milliondan ortiq, ayrim manbalarga ko'ra esa 70 milliondan ziyod inson halok bo'lgan. Ushbu urushda fashizm ustidan qozonilgan g'alabada O'zbekistonning ham ulkan hissasi bor. O'sha yillari 2 millionga yaqin o'zbekistonlik urushga bevosita safarbar etilgan, 500 mingdan ortig'i jang maydonlarida mardonavor halok bo'lgan va 158 ming nafari bedarak yo'qolgan. Bugungi kunda mamlakatimizda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari front orti faxriylariga yuksak ehtirom ko'rsatilyapti. Ularga muntazam ravishda moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatilmoqda. Yakuniga yetib borayotgan haftada, aniqrog'i 8-may sanasida davlatimiz rahbari poytaxtimizdagi G'alaba bog'iga tashrif buyurib, xotira marosimida ishtirok etdi va Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng qirg'inbarot urushlardan biri. Unda 60 milliondan ziyod inson halok bo'lgan va urushda O'zbekiston xalqi katta jasorat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga ulkan hissa qo'shgan. O'sha yillari mamlakatimiz aholisi 6 million 800 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, qariyb 2 million o'zbekistonlik urushda bevosita ishtirok etgan va shulardan 540 ming nafari janglarda mardonavor halok bo'lgan. 158 ming nafari esa bedarak yo'qolgan. Urushda O'zbekiston xalqining yo'qotishlari, ko'rsatgan jasorati faqat bu emas. 60 ming nafar vatandoshimiz jang maydonidan nogiron bo'lib qaytgan. 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik konslagerlarda mislsiz qiynoq va azoblar tufayli halok bo'lgan. Bundan tashqari, mamlakatimiz urush yillarida frontning mustahkam ta'minot bazasiga aylangan. Jang maydonlariga juda katta miqdorda harbiy texnika, qurol-yarog', kiyim va oziq-ovqat yetkazib turilgan. G'oyat og'ir sharoitga qaramay, xalqimiz urush hududlaridan ko'chirib kelingan 1 million 500 mingga yaqin insonni, jumladan ota-onasidan judo bo'lgan 250 ming nafar yetim bolani o'z bag'riga olib mehr ko'rsatgan. Tirsam maylimi? Ha? Bolalarni olayotganmisiz deb eshitdim, rostmi shu? Ha, rost. Meni ham olasizmi, ha? Dada, olmang uni. Shundoq ham bor yo'g'imizni olib chiqib sotib bo'ldik. To'xta. Qayerga ketyapsan? Otang nima? Kola. Yerga kola. Nima qilib o'tiribsizlar? Mehmon deganlar ham shunaqa kutadimi? Qani, dasturxon olib chiqinglar. Ikkinchi jahon urushining tugaganiga qariyb 81 yil bo'ldi. Shuncha vaqt o'tsa-da, urushning achchiq tarixi, u olib kelgan mislsiz kulfat va musibatlar insoniyat xotirasidan o'chgani yo'q. Aksincha, bu mudhish xotiralar bizga tinchlik va osoyishtalik naqadar bebaho ne'mat ekanini doimo eslatib turadi. 9-may xotira va qadrlash kuni zamirida ana shunday mohiyat mujassam. 8-may prezident korteji poytaxtimizdagi G'alaba bog'i oldiga kelib to'xtadi. O'ng tomondan kutib olishga. Kirib. Bo'l. Bu yerda prezidentimizni mudofaa vaziri kutib oldi va davlat rahbariga axborot berdi. Muhtaram qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni, faxriy qorovul va shaxsiy tarkib 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan saflandi. Mudofaa vaziri Xalmuhamedov. Xotira va qadrlash kuni bilan g'alabani 81 yillik bayrami bilan tabriklayman.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan poytaxtimizdagi G'alaba bog'iga tashrif buyurdi. Davlat rahbari ayni daqiqalarda xotira marosimida ishtirok etmoqda va guvoh bo'layotganingizdek prezidentimiz matonat madhiyasi yodgorligi poyiga gul qo'yyapti. Tadbirda O'zbekiston qurolli kuchlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalla faollari va nuroniylar ham ishtirok etib, mazkur yodgorlik poyiga gullar qo'ydi. Matonat madhiyasi yodgorlik majmuasi shunchaki badiiy obraz emas, do'stlar, u real hayotiy voqea asosida o'rnatilgan. Ushbu yodgorlikda tasvirlangan Zulfiya aya Zokirova Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Xonobod qishlog'ida istiqomat qilgan. Ikkinchi jahon urushida Zulfiya Zokirovaning bir emas, 5 nafar o'g'li qurbon bo'lgan. 4 kelin beva, 5 nabira yetim qolgan. Va kelinlari Zulfiya Zokirovadan o'rnak olgan holda o'z turmush o'rtoqlariga sadoqat ko'rsatishgan va umrlarining oxiriga qadar boshqa oila qurishmagan. Davlatimiz rahbarining taklifiga asosan Zulfiya Zokirova uning frontdan qaytmagan o'g'illari va sadoqatli kelinlari xotirasiga bag'ishlab G'alaba bog'ining markazida ayni mana shu yodgorlik majmuasi barpo etilgan va ushbu yodgorlik O'zbekiston xalqining 2-jahon urushi yillarida ko'rsatgan ulkan jasorati va matonatining ramzidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev G'alaba bog'idagi millat fidoyilari xiyobonida ham bo'lib, mustaqillik yillarida mamlakatimiz himoyasi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquq tartibot idoralari xodimlarining xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Majmuada mustaqillik yillarida vatanimiz ozodligi, el yurtimiz tinchligi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan 196 nafar harbiy xizmatchi va huquq tartibot organlari xodimlarining nomlari muhrlab qo'yilgan. Davlatimiz rahbari ota-onalarga shunday bahodir, dovyurak farzandlarini dunyoga keltirib, haqiqiy vatanparvar etib tarbiyalagani uchun chuqur minnatdorlik izhor etdi. Qayd etilganidek, vatanni himoya qilish davlat va xalq uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan masala. Bu barchamiz uchun muqaddas va buyuk burchdir. Ayniqsa bugungidek o'ta tahlikali zamonda bu 10 karra, 100 karra dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu kuni davlatimiz rahbari Qurolli Kuchlar bosh harbiy klinik gospitaliga kelib, 2-jahon urushi qatnashchilari va mehnat fronti faxriylari holidan xabar oldi. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Prezidentimizning joriy yil 16 apreldagi qaroriga muvofiq urush va mehnat faxriylariga yuksak darajada ehtirom ko'rsatilmoqda. Xususan, 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 30 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofotlari berildi. Urush qatnashchilari, front orti faxriylari hamda mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari davlatimizning doimiy g'amxo'rligida. Ularga moddiy va ma'naviy ko'mak berish barobarida salomatliklarini tiklash uchun respublikamizning eng yaxshi sanatoriylariga imtiyozli yo'llanmalar ajratilgan. Akmal ota Akromov 102 yoshda. U 1942-1945 yillar mobaynida fashist bosqinchilarga qarshi jang qilgan. Gospitalga tashrifi davomida davlat rahbari Akmal ota bilan dildan suhbatlashib, hol-ahvol so'radi. Kayfiyatlaringiz qanday? Mana siz fatsiz men yomon bo'lmaydi. Xudo menga yaratib shunaqa umr berdi. Mana siz shuncha O'zbekistonning qurilishiga, Toshkentning qurilishiga vaqtini qo'yib, bizamini qiladi. 100 yoshga kirdim. Endi bilasizmi, umrimda kam yiqilganman. Yiqilib bordim. Shuncha odamlar sizni yuborgan badaqangizga katta rahmat. Salomatlik tinchini bersin, baxtingizni bersin. Bolaringizni rohatini ko'rishini yaxshi kunlari sizlarga nasib qilsin. Ilohim, bizni baxtimizga sog' salomat bo'ling. Rahmat. Baxtingiz bersin. Adam bizga xazonat. Shunchaki zaryad bo'lish bizga urib bergan sizga olsin.
Sog' salomat bo'ling. Rahmat. 100 yoshni qarshilagan Hasanboy ota Xolmatov Ikkinchi jahon urushi davrida Belarus frontida, shuningdek Ukraina, Polsha va Germaniyani ozod qilishda qatnashib, bir qator faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlangan. Assalomu alaykum Hasanboy. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Vafotginamisiz? 5-martaga sizni mansablarga Rahmat. Bekobodda sizdan duo olaman deb hamma niyat qo'yadi. Men ham shunday niyat qo'yaman. 30 beri bor. 30 ta. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. 57 ta chevara. Ana boylik u, boylik. 4 ta nima. Rahmat sizlarga. Har bayramda qo'yib qo'ymaysiz. Prezident sovg'a kelib boshlari yo'q. Ko'p yillar shunday pochalarni kelib tursin sizga. Albatta umringiz uzoq bo'lsin. Ishlaringiz doim umumidan kelib muvaffaqiyatli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Xalqimiz tinch, O'zbekistonimiz tinch, yangi O'zbekistonimizni gapni ochig'ini ko'kragimizga shamol tegdi. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, uyingizga keling. Ilohim. Farzandlarim ko'p, mumkin bo'lsa bu mashinani Bo'ldi. Bitta mashin bo'ladi. har kuni sizni duo qilaman. Rahmat. Yaxshi kunlarda mining. Bugunda o'zi yetkazamiz mashinalarni. Evaralarni miningizib, bilan yurasiz. Ilohim kelgusi yil shu kunlarda yana uchrashish nasib qilsin bizga. Sog' bo'ling. Evaralarga, farzandlarga men nomimdan salom deb qo'yasiz. Hasanboy ota bilan muloqot davomida O'zbekiston yetakchisi urush qatnashchisining iltimosini yerda qoldirmay, unga mashina va'da qildi. Prezidentimiz ko'zdan keldilar. Beyda ikkovimiz ancha so'zlashdik, kulishdik bo'ldi. Oxirida prezidentimiz siz yoshingizni bir yuzga kelibdi. Sizga padarga mashinani ham qildilar prezidentimiz. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun.